Ko'pchilik tanigan dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekovning vafotidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda turli taxmin va muhokamalar avj olmoqda. Ayniqsa uning sog'lig'i va so'nggi qarorlari bilan bog'liq gap-so'zlar keng tarqalgan. Hurmatli tomoshabin, videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, marhum bir oy avval yurak xurujini boshdan kechirgani, ayrim sahifalarda unga davolanish uchun katta miqdorda mablag' kerak bo'lgani, shifokorlar tomonidan jiddiy muolaja tavsiya etilgani haqida yozilmoqda. Biroq bu ma'lumotlar yuzasidan rasmiy tibbiy xulosa yoki sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan tasdiqlangan bayonot e'lon qilinmagan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda u davolanish uchun ajratilishi mumkin bo'lgan mablag'ni haj safariga sarflagani haqida taxminlar ham paydo bo'ldi. Bu gaplar keng muhokamaga sabab bo'lgan bo'lsa-da, hozircha yaqinlari yoki rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Shu bois mazkur ma'lumotlar ehtiyotkorlik bilan qabul qilinishi lozim. Ma'lumki, Dilshodbek Musabekov haj safarini ado etib qaytgan va oradan 3 kun o'tib vafot etgan. Ushbu vaqt oralig'i ham turli talqinlarga sabab bo'lmoqda. Ba'zilar buni sog'lig'ining keskin yomonlashuvi bilan bog'lasa, boshqalar taqdiriy holat sifatida baholamoqda. Mutaxassislar bunday vaziyatlarga tasdiqlanmagan ma'lumotlarni keng tarqatmaslik, ayniqsa marhumning sha'ni va yaqinlarining ruhiy holatini inobatga olish zarurligini ta'kidlashmoqda. Chunki aniq faktlarsiz ilgari surilgan taxminlar jamiyatda noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Hozircha ma'lum bo'lgan jihat uning vafot etgani va haj safarini ado etib kelgani. Qolgan tafsilotlar bo'yicha esa rasmiy va ishonchli manbalardan ma'lumot kutish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Marhumning yaqinlariga sabr tilaymiz. Uning ijodiy faoliyati va dizayn jamoasidagi hissasi esa ko'pchilikning xotirasida qoladi.